Qora dengizga. 3-nishon o'sha yerda. Amerikalik qurol savdogari. Uni deyarli katta bir qo'shin qo'riqlaydi. Soqchilarning bari tirnog'igacha qurollangan. Ammo eng qizig'i, oddiy ko'z bilan ko'ra olmaysan. Chunki uni pastki qismida harbiy suvosti kemalari bor. Ularga esa qit'alar aro ballistik raketalar o'rnatilgan. Max Adamsning favqulodda harakatlanish yo'nalishlari. Muqaddas Avgustin shifoxonasining tez tibbiy xizmat ko'rsatish vertolyotlari. Vertolyot Muqaddas Avgustin shifoxonasi binosining yuqori maydonida. Biron nimani aniqlasangiz xabar qiling. Biz uni ko'rmayapmiz, janob Adams. Chunki u hozir qarshimda o'tiribdi, ovsar. Ajoyib. Garchi bularning bari o'g'ri